قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, albatta Alloh taolo aksirishni yaxshi ko'radi, esnashni yomon ko'radi. Va idza atasa ahadukum wa hamidalloha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula yarhamukalloh. Biringiz aksirsa va Allohga hamd etsa, uni eshitgan har bir musulmonga haqdir yarhamukalloh deb qo'yishlik. Fa amma at-tatha'ub fa innama huwa min ash-shayton. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. Ammo esnash u shaytondandir. Biringiz esnasa, kuchi yetgancha qaytarsin. Albatta biringiz esnasa, qachon esnasa, shayton uning ustidan kuladi.